Biznes boshlash uchun eng optim poyabzal bozoriga keldik. Narx-navolar sizlarga tanishtirib chiqamiz. Pachkaga 45 ming so'm ekan. 36 ming qilib beraverardi ekan. Pachkaga 62 ming so'm ekan bular. Razmerlar qanaqa aka? 36 41. Pachkaga 75 beryapti ekan. Buni narxini kelishsa bo'ladi ekan. Arzonroq qilib beradi. Pachkaga 24 berishar ekan buni. Pachkaga 55 beryapti ekan buni. Eng kam. Velikani 46 gachalik ekan bu. 60 ming so'm ekan. Mana bu 44 gacha ekan. Mana bular 35 ming so'm ekan. Pachkaga 28 qilib beradigan buni. Razmer qanaqa? 37-40. Pachkaga 68 ming so'm ekan. Mana rasvetkalari ham bor ekan. Pachkaga 15 ming so'm ekan. Mana 75 ming ekan pachkasi. Pachkaga 65 ming so'm ekan. Bu ham 70 ming so'm ekan. Pachkaga 30 ming so'm ekan bular. Mana bular sotilgan yuklar ekan. Bu yerda odamlar pachka olishadi ekan. Ob'yomga mana.